Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun sanamiz 27-mart 2025-yil. Hop, bugungi mavzumiz bargidan beriladigan ozuqalar haqida. Bargidan beriladigan ozuqalarimiz asosan 1 kilolik yoki bo'lmasa 5 kilolik parashok yoki gel ko'rinishida bo'ladi. O'zimizda oddiy ishlatib yurgan, tagidan berib yurgan ozuqalarimizni, kalsiylarimizni yuzasidan 0,52-34 beriladi. Tagidan masalan mab beriladi. Bermaymiz. Chunki tagidan bergan ozuqamizda u asosan ildizdan berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Listovoy qilib bersak, u mevalarni qotirishga, ma'lum bir foiz stress olishga sabab bo'lib qoladi. Hop, o'suv darida 318 yoki bo'lmasa 320 bargidan bergani zo'r ishlaydi. Hop, keyingi etapimiz gullar chiqadigan vaqtda 15, 65, 15 gel yoki bo'lmasa parashok yoki 13, 40, 13. Xullas fosfor balantidan beramiz. Keyingi etaplarimiz keladi. 10, 10, 40 parashogi yoki geli yoki bo'lmasa 0,52, 34 gel yoki parashok. U ham bo'lmasa 0,50, 50 gel yoki parashok. Bargidan sepgani har 5 kunda, quyosh chiqqan kunda sepiladi. Hop, orada 318 yoki bo'lmasa 320 bargidan sepiladigan kun keladi, vaqt keladi. U ham qandoq? 2 marta bargidan bergan vaqtingiz, 2 marta yoki bo'lmasa 3 marta meva uchun bergan vaqtingizda 1 listovoyga sepgani, bargidan sepgani tana uchun, yashil massa uchun 318 yoki bo'lmasa 320 yoki 325 sepib borasiz. Shunda qulupnaylarimiz, nafaqat qulupnaylar, balki har qanday ko'chatlarimiz o'zini holatini yo'qotmasdan chiroyli holatda chiqib keladi. Bizda hozircha shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.